Nodirboyga aloqaga chiqibdi. Tezroq biron narsa o'ylab top. Abdulloh va Hasanboy muammoni hal qilish maqsadida Nodirboyning shartini bilish uchun uning oltin yaxtasi tomon yo'lga chiqishgan edi. Nodirboy, oldingizga telefonda aytgan muammo bo'yicha keldim. Hal qilib bera olasizmi? Siz aytgan shart qanday edi? Xullas Abdulloh, gapni qisqasi bilasan, menda Amerikada 1,5 mingta traklarim bor. Yaqinda inspection week bo'ldi. Driverlarim juda ko'p. ELD dan violation olib chiqdi. Seni Level LD kompaniyang haqida eshitdim. Shartim shu. 1 yil meni traklarimga ELD xizmatini ko'rsatasizlar. Agar muammo chiqmasa, bundan keyingi hamma problemalaringni o'zim hal qilaman. Nodirboy, Level faqat meniki emas, men sherigim bilan gaplashib sizga javobini aytaman. Muhammad, yaxshimisan? Senda jiddiy gap bor. Agar Hasanboy qiyin ahvolda bo'lsa, shartiga rozi bo'laver, men roziman. Chandiq Hasanboy muammoni kattalashtirib boribdi. Nodirboyga aloqaga chiqibdi. Tezroq biron narsa o'ylab top. Keyingi qismda jinoiy to'daning rejalari va Hasanboyning muammosi qanday hal bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Obuna bo'lishni unutmang.